Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni o'rnatib oldik. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Qo'qonga o'rnashtirdik Bo'lazoyirga. Bu darvozamizda edi 4 metr, bo'yi 3,5. Darvozamizga taglar qirg'oqlar 8 oltiga 4 ikkili listda tayyorlab berdik. Arqacha spaylar qo'yib, taglari shibillar 2-3 bola shaxmat qilib tevalariga o'rnashtirib berdik. Darvozamizni sizlarga arqa holatlarini ko'rsatib qo'ydik. Zubur zamok tirik tarafı mana rezinkalargacha qo'yib berdik. Mana arqa holatlari, hurmatli yurtdoshlar. Mana darvozamiz o'ziga xos qasdek silliq lista tayyorladik. Mana darvozalarimiz do'ppilargacha qo'ltiran chiroyli holatda turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kuzatib boruvchilar layklarni yana bosib tashlaysizlar. Yurtdoshlar, kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa bemalol ekranda nomerlarimiz qoldirib o'tamiz, telefon qilishlaringiz mumkin. Sizlar ustidan xizmatlaringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.